ijtimoiy tarmoqlarda qiynaymiz sahifasini egasi Instagramdagi sahifasidagi videolarni o'chirib tashlabdi, ammo bu degani uni jazodan qutulib qoladi degani emas, chunki hamma videolar, hamma fotolarni skrinlari saqlab qo'yilgan va huquq-tartibot organlari albatta bu shaxsni topadi degan umiddaman. Voyaga yetmagan ko'rinadi, lekin voyaga yetmagan degani uni jazodan qutulib qoladi degani emas va umid qilamanki, ana shu fuqaroning nafaqat ota-onasi, balki o'zi ham jazoga tortiladi. Bitta profilaktik suhbat bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Balki mana shu voyaga yetmagan yigitchani koloniyaga joylashtirish kerak deb o'ylayman, chunki bu elementlar jamiyat uchun xavfli belgi hisoblanadi. Manyaklarning biografiyasini o'qib ko'ring. Hammasi o'zini faoliyatini avval jonivorlarni qiynash va o'ldirishdan boshlagan, keyingi etap esa o'zidan zaifroq bo'lgan ayollar, bolalarga o'tgan va ularni o'ldirishgan. Hamma manyaklarning biografiyasi deyarli bir xil. Mana shu bo'lajak manyak. Buni hozir oldi olinmasa, kelajakda xudo bo'ladi, nechta odam uni qo'lidan aziyat chekadi, o'lishi mumkin. Juda ham xohlardimki, biz ekologik tarbiyani maktablarga kiritishimizni istardim. Nima uchun? Agarda biz ekologik tarbiyani, ekologiya darslarini maktablarga, ta'lim muassasalariga, bog'chalarga kiritmasak, mana shu xavfli elementlar jamiyatimizda o'sib katta bo'laveradi. Tabiatga g'amxo'rlik qilish, jonivorlarga g'amxo'rlik qilish, ularni ham joni borligini his qilish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Jonivorlar ham og'riqni his qiladi. Jonivorlarga ham Allohim jon bergan va agarda iltimos sizdan mana shunaqa shaxslarni ko'radigan bo'lsangiz, o'zingiz tanbeh berishga, o'zingiz o'sha bo'lajak vahshiylikni oldini olishga kuchingiz yetmasa, bizga murojaat qiling. Telegramda Ekolog.uz Telegram kanalimiz bor, uni boti bor. Albatta murojaat qiling. Albatta biz boshqa tegishli organlar bilan mana shu shaxslarni topib jazolashga qo'limizdan kelgancha ko'mak beramiz.